Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Sol tarafni besib yotgan vaqtda yurakni besib olamdi. Bugun sizlarga mustaqil so'zlab o'tay. Mazmuni qiziqsangiz, avval meni qo'shilib, andan davomini oling. Nurg'un do'stlarimizning nazarida sol tarafni besib yotgan vaqtda yurakni besilib, yurakning qon aylanishiga ta'sir qilib, yurakka qon yetishmaslik ahvolini keltirib chiqarishi mumkin deb o'ylaydi. Amaliyotda bu bir nihoyatda xato bo'lgan ko'z qarash. Chunki bizning yuragimiz mush qo'riq so'nglar tarafidan nihoyatda mustahkam holatda qurshovli holatda turdi. Shuningdek, mayli so'ng tarafni besib yotayli yoki o'ng tarafni besib yetishimizdan qat'iy nazar, bu hargiz bizning yuragimizga besim olib kelmaydi. Shuningdek, mayli normal odam bo'lsin va yoki yurak kesilib bo'lgan odamlar bo'lsin, tamoman so'l tarafni besib yetishga bo'ldi. Endi so'l tarafni besib yotgan vaqtda ma'lum bir turkum odamlarningki yurak so'qishi bakrak qulqiga anglanishi mumkin. Endi bu bir normal ahvol, bek ansirab ketishning hojati yo'q. Endi yana bir qism odamlar bo'lib, shu yurak qon tomirlariga to'ri qo'yg'izgan va yoki yurak qon tomirlariga ko'rik operatsiyasi qildigan do'stlarimizning andishisi bo'lsa, sol tarafni besib yotgan vaqtda qon tomirlarining ichidagi to'riklar va yoki shu ko'rik qon tomirlarda besilib qilish ehtimolligi bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Endi bu o'shiqcha bir ansirash. Biz sol tarafni besib yotgan vaqtda hargizmi bu qon tomirlarining ichidagi to'rik hamda ko'rik qon tomirlarda besilish ahvoli ko'rilmaydi. Endi shu ig'ir darajada yurak iqtidori ojizlagan, yurak zaiflashgan odamlarga nisbatan aytgan vaqtda mayda tuz yotganda bo'lsin yoki o'ng taraf yoki so'ng tarafni besib yotganda shu nafas olish qiyinlashadigan, puturda ishiq paydo bo'ladigan shu xil ahvollar bo'lgan vaqtda bu yurak iqtidorining texmi zaiflashganligidan derak berdi. Bu vaqtda do'stlarniki doktorxonaga berib ko'rilishni tavsiya qilamiz. Kang do'stlarning foydalanib qolishini umid qilaman. Mazmun yoqtirgan bo'lsangiz yurak berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutib qolmang. Biz kelarki salat ko'rishaylik. Xayr xo'sh.